Agar bilsang, Robbing barchasidan xabardordir. Farishtalar esa har bir qadamingni, har bir sabringni yozib borishmoqda. Qalbingdagi og'riqlarni bandalariga emas, eng buyuk zotga ayt. U sukunatingni ham eshitadi. Bilaman, juda charchading. Nohaqliklar yuragingni ezib tashladi. Sinovlar sabringni toliqtirmoqda, ammo bir haqiqat borki, har singan yeringda rahmat yashirindir. Alloh singan qalblarga juda yaqin. Balki farzand dog'dadirsan, balki xiyonat ko'rding, balki yo'qlik va muhtojlikdadirsan. Ammo bu aslo musibat emas. Bu Robbingga yaqinlashish maqomidir. Gunohlardan forig' bo'lish baxtidir. Qayerdan bilasan ey banda, seni sabr bilan to'kilgan ko'z yoshlaring Alloh huzurida behuda ketmasdan jannat qasrlarida marjon bo'lib bo'yningga taqilar. Hech kimim yo'q deb yuragingni sindirma. Seni ko'rib turgan odil Robbing bor. Uning adolati kechikishi mumkin, lekin aslo yolg'izlatib qo'ymaydi. Va bilginki, har bir qiyinchilik ortidan albatta osonchilik keladi. Seni qiynaganlarni o'ylab yuragingni zinhor zaharlama. Ularni Allohga topshirib qo'y. Xuddi keraksiz bir buyumdek. Hayotingdan chiqarib tashla. Qimmatli vaqtingni o'zingga va Robbingga bag'ishla. Bu dunyo sen o'ylaganchalik yaxshi bo'lganida, unda Alloh taolo yaxshi va yomonlarni bir joyda yashatmagan bo'lardi. Bilasanmi? Dunyo pashshaning bir qanotichalik ham arzirli joy emas aslida. Yig'layapsanmi? Yig'la. O'zingni tutma. Ko'z yoshlaring qalbingni yuvsin, ammo dunyoning o'tkinchi g'amlariga qalbingni topshirib qo'yma. Bu dunyo abadiy emas. Xotirjam bo'l. Duolaring ko'kka ko'tarilsin. Unutma. Bugun og'ir bo'lsa, ertangi kuning yengil bo'ladi. Chunki Robbingning har bir ishida mislsiz hikmat va xayr bordir.